Pochcham xolamni kalishchasidan oyog'ini chiqarib, meni kalishchamga solganda kalishcham yirtilib ketdi. Oyoqlari judayam katta ekan. 3 kun yurishga ham o'tirishga ham judayam qiynaldim. Keyin salom meni ashaddiy muxlislarim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Mudo bir erkak bo'lib videoga like bosing. Norozichilik va taklifni izohda kutaman. Boshladik unda jonkalarim. Ishtonni xollab qo'yaki yo'q. Men hayotimda bunday voqeaga hech qachon duch kelaman deb o'ylamagan edim. Har doim o'zining dunyosi, o'z taqdirining yo'nalishi bo'lgan, sokin o'ylaganini hech kimga sezdirmay yuradigan qiz bo'lganman. Menga mehr bergan, o'z qizi kabi ko'rgan yagona odam xolam edi. Onam hamisha ishlash bilan band bo'lgan, men esa bolaligimda ko'proq xolam bilan yashardim. Shu bois ularning uyi men uchun ikkinchi uy edi. Xolamning eri Safar aka esa men uchun doim katta odam, jiddiy, ayoliga sodiq, og'zidan mas'uliyatning hidi kelib turadigan erkak bo'lib ko'ringan. Men Safar akani bolaligimdan hurmat qilardim, lekin hech qachon uyg'ongan hissiyotlar, yashirin tortilish, taqiqlangan istaklar haqida o'ylamaganman. Hayot esa ba'zida taqdirni shunday burib yuboradiki, hatto o'zing ham kimga aylanganingni bilmay qolasan. Xolam kasal bo'lib yotib qoldi. Operatsiya qilindi. U o'ziga kelguncha bir necha oy kerak bo'ldi. Men har kuni xolamning uyiga yordamga borardim. Ovqat qilardim, tozalardim, dori-darmonlarini olib kelardim. Hamma ish Safar akaning bo'ynida edi. U ham ishlaydi, ham xotiniga qaraydi, ham uy yumushlarini qiladi. Men esa unga yordam berishni burchim deb bildim. Shu yordam safarida men odamning ichidagi eng yashirin, eng taqiqlangan hislar qanday uyg'onishini o'z boshimda sezdim. Bir kuni xolam uxlab yotgan edi. Uy jimjit. Men oshxonaga kirib choy quyayotgan edim. Safar aka ham shu yerda edi. U qo'llarini issiq piyolaga tutib men tomonga qarab qoldi. O'sha nigoh, o'sha qarash butun hayotimni ag'darib yuborgan ilk lahza edi. Nigohi odatdagidan chuqur, odatdagidan yumshoq, odatdagidan ehtiyotkor edi. U men bilan ko'z-ko'zga tushgandan so'ng nigohini olib qochdi. Lekin shu qisqa lahzaning o'zi yuragimni qattiq ura boshlashiga yetdi. Men buni tasodif deb o'yladim. O'zimni shunchaki o'ylab qo'yganman deb ishontirdim. Ammo 4-chi, 5-chi, 6-chi marta ham aynan shunday bo'lgach, ichimdagi inkor eritila boshladi. Har safar u bilan bir xonada qolib qolsam, ovozim titrar, qo'llarim beixtiyor sovib ketardi. Yuragim esa o'zining odatdagi ritmini unutib qo'yardi. Bir gal kechqurun xolam uxlab yotganida Safar aka menga: "Bugun juda ko'p charchading, rahmat senga", dedi. Ovozida shukr, minnatdorlik bilan aralashgan mehr bor edi. Yelkalarimda nimadir uvishib ketdi, lekin javob qaytarishga qo'rqdim. "Hech narsa emas", dedim sekin. U yonimga yaqinlashdi. Faqat 2 qadam. Ammo o'sha 2 qadam mening butun olamimni o'zgartirdi. "Sen yaxshi qizsan", dedi u past ovozda. "Hammasi uchun rahmat." Bu oddiy so'z emas edi. Ko'zlaridan ko'rinib turardi, u ichida nimadir bilan kurashyapti. Ayoliga bo'lgan mas'uliyat, menga bo'lgan yashirin tortilish. Uning ko'zlarida shu ikkisi tinimsiz to'qnashayotgandek edi. O'sha vaqtda yuragimda tugilgan bir iliqlikni yashira olmadim. Ammo men orqaga chekindim. Keyingi kunlarda esa bu sezilmas, ammo tobora kuchayib boradigan masofa va yaqinlik o'rtasida asir bo'lib qoldik. Nima uchundir uning borligi meni hayajonga solardi. Men esa unga qarab qo'ysam ham nigohni darhol olib qochardim. Lekin baribir ichimdagi bir narsa unga tortardi. Bir kuni kechqurun yomg'ir yog'ayotgan edi. Deraza ortidagi shovqinga quloq solib uyga kech borib qoldim. Xolam uxlab yotgan. Safar aka esa divanda o'tirgan ekan. U menga qarab jilmaydi. "Yana kech qolibsiz", dedi u. "Ishim ko'payib ketdi", dedim. U o'rnidan turib menga yaqinlashdi. "Uyga qaytib ketguningcha yomg'ir tinmaydi", dedi. "Mashina bilan olib boraman". Men unga qaradim. Yuragim gup etdi. Mashina ichida bizni yana o'sha jimlik o'rab oldi. Men oynadan tashqariga qarab ketardim. U esa ruldan ko'z uzmasdi, ammo uning butun vujudi men tomonga tortilgandek edi. Mashina faralari yomg'ir tomchilarini yorib o'tayotganda birdan u sekin ovozda dedi: "Bilaman, so'nggi paytlarda bizning o'rtamizda nimadir o'zgaryapti". Uning ovozidan nafasim bo'g'ilib qoldi. "Safar aka, men sizni juda hurmat qilaman",
deb gap boshladim, lekin u so'zlarimni davom ettirishimga qo'ymadi. Menga hurmat qilishingni bilaman, dedi u, lekin hurmat bu his emas. Men senga nimadir bo'layotganini sezayapman. Sen ham sezyapsan. Men jim qoldim. Bu sukutning ozi menga xiyonat qilganday bo'ldi. Mashina to'xtadi. U menga qaradi. O'sha qarashda 20 yil davomida ayoliga sodiq bo'lgan odamlar unga ishonadigan kuchli vazmin erkakning butun ehtirosi, butun iztirobi, butun ichki kurashi ko'rinardi. Men seni sevib qoldim shekilli, dedi u nihoyat. Dilimdan bir lahzada issiq narsa o'tib ketdi. Nafasim qisilganday bo'ldi. Bu so'zlarni kutmagan edim. Balki kutganman, lekin o'zimga tan olmay yurgandirman. Bunday demang, dedim sekin. Men yillar davomida ko'nglimni boshqarganman, dedi u, lekin sen bilan bo'lgan har bir daqiqam, har bir nigoh meni butunlay yo'q qildi. U qo'limni ushlamoqchi bo'lganda qo'lim beixtiyor titradi, ammo tortib olmadim. Bu qo'l ushlash emas edi, bu ikki odamning o'zini tan olishi, ko'ngildagi yashirin eshikning ochilishi edi. Uyga kirganimdan keyin kechasi uxlay olmadim. O'zimni yomon ko'rdimmi? Yo'q. Unga achindimmi? Yo'q. Undan qochkim keldimi? Yo'q. Balki men ham allaqachon unga bog'lanib qolgan edim. Keyingi kunlar esa azob va ehtiros bilan to'lgan kunlarga aylandi. Har safar borganimda u mening ko'zimga qarashdan qo'rqardi. Men esa uning yonida turganimda yuragimni boshqara olmasdim. Bir kuni u hovlida turgandi. Men xolamga dori berib chiqdim. Safar aka odatdagidek menga bir qarab qo'ydi. Ammo bu safargi qarash qisqa ammo kuchli edi. Biz bunday davom eta olmaymiz, dedi u. Ha, dedim, bilaman. U bir qadam yaqinlashdi. Keyin yana to'xtadi. U bilan oramizda bir qarich masofa qoldi. Ammo bu masofa ikki dunyoning oraligidek tuyuldi. Men seni unutay deb harakat qildim, dedi u ovozi titrab. Lekin har kuni, har soatda seni o'ylayman. Men o'z hislarimni yashira olmadim. Men ham, dedim sekin. Bu so'z meni ham, uni ham yo'q qildi. U qo'limni ushladi. Bu qo'l ushlashda hech qanday behayo ma'no yo'q edi. Faqat og'ir ehtiyoj, bir-birini his qilish, bir-birida taskin topish bor edi. Bu taqiqlangan, ammo chin muhabbat edi. Shu lahza biz bir-birimizga suyanib indamay turdik. Ammo taqdir eng shirin daqiqalarda ham odamga sinov beradi. Bir kuni xolam tibbiyot muolajalaridan keyin o'zini biroz yaxshi his qila boshladi. Uyga kelganimda u kulib qarshi oldi. Men esa o'zimni yomon his qildim. Uning ko'zlari nurga to'lib, umr yo'ldoshini yaxshi ko'rib qarayotganda ichim yana achidi. Men o'zimni bosdim. Yigitcha, bu taqiqlangan muhabbat emas, bu faqat vaqtinchalik hissiyot, deb o'zimni ishontirdim. Ammo yurakni alday olmaysan. Bir kuni kechqurun Safar aka menga qo'ng'iroq qildi. Ovozini eshitiboq yuragim ezildi. Senga aytishim kerak bo'lgan gap bor, dedi u. Uyga bordim. U deraza yonida turardi. Kechki shamol pardalarni chayqatardi. Safar aka esa gamgin edi. Men seni sevaman, dedi u, lekin bu sevgi seni ham, meni ham kuydiradi. Mening ko'zlarimga yosh keldi, lekin o'zimni tutdim. Ha, bilaman. U yaqinlashdi, qo'llarimni tutdi. Nigohlarimiz to'qnashdi. U menga hech narsani va'da qilmadi, hech narsani talab ham qilmadi. Faqat bir haqiqatni tan oldi, biz bir-birimizga kerak edik. Lekin hayot hammasiga nuqta qo'ydi. Xolam ertasi kuni meni chaqirib qoldi. U quvonch bilan, "Ertaga uyga qaytaman", dedi. Men jilmaydim, ammo ichimda nimadir sinib ketdi. Bu Safar aka bilan bizga ruxsat berilmagan so'nggi kecha, so'nggi suhbat, so'nggi nafas edi. Safar aka ham buni bilardi. Ertasiga xolam uyga qaytar ekan, u menga, "Biz endi faqat qarindoshmiz", dedi. Uning ko'zlarida iztirob, mehr, ehtiros, qo'rquv hammasi bir vaqtda aks etardi. Men boshimni qimirlatdim xolos. Shu bilan hammasi tugadi. Ammo yuragimda u bilan yashagan har bir daqiqa abadiy qoldi. Uning qarashlari, qo'llarining iliqligi, yashirin ehtiros, taqiqlangan muhabbat hammasi hayotimning bir qismiga aylandi. Biz oramizdagini hech kimga aytmadik. Hech qachon bir-birimizni ayblamadik.
hech qanday jinoyat, xiyonat niyati yo'q edi. Faqat ikki odamning yuragi bir vaqtning o'zida uyg'ongan, lekin birga bo'lishga haqqi bo'lmagan muhabbat. Hozir esa oradan yillar o'tdi. Lekin men haligacha o'sha nigohni, o'sha qo'l ushlashni, o'sha taqiqlangan, ammo eng halol his bo'lgan muhabbatni unutolmayman. Chunki ba'zan odamning hayotida shunday odam uchraydiki, u bilan birga bo'lish taqiqlangan bo'lsa ham, yuraging unga bog'lanib qolaveradi. Va bu bog'lanish umr bo'yi unutilmaydi.